Mehmon kutganda qo'yiladigan somsa. Ishimizni margarin bilan unni kroshka qilib olishdan kroshka bo'lgan massamizga tuzli suv ham qo'shib, xamir qorishni boshlaymiz. Umumiy hisobda 600 grammcha un ketadi. Tayyor xamirimizni 15-20 minut xolodilnikka tindirishga yuboramiz. Ungacha nachinkaga o'tamiz. Nachinkam uchun birinchi bo'lib farsh bilan piyozni, ziravorlar bilan qovurib oldim. Ozginchagina suv solib 15-20 minutga dimlab qo'yamiz. Bemalol pishishga ulguradi. Tingan xamirimdan 20 ta zuvalacha chiqdi. Bu degani 20 ta somsa. Nachinkasi uchun qovoq, piyoz, tuz, shakar, murch yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek tugib 180-200 gradusda 25-30 minut duxovkaga yuboramiz. Esingizga tushdi, o'sha Chorsuvdagi mashhur qovoli ustidagi nachinkasi bor somsa-ku, shunaqa yaxshi ko'raman qizlar. Pishishi bilan ustiga sariyog' surib, salfan paketda yarim soatga o'rab qo'yamiz. Farshli nachinkamizni ustiga qo'yib, achchiqini qizil souslar bilan iste'mol qilamiz. To'xtang, yurakchani bosib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi, bilasiz-ku. Mazasi gap bo'lishini bilmas. Olinglar.